Assalomu alaykum, hurmatli treyderlar. Sizlar bilan bugun biz IPO matematik strategiyasi haqida gaplashamiz. Strategiya masterizmlar va trading administrator tomonidan tayyorlandi. Bizga muhim rol o'ynaydigan narsalar strategiyada avvalo price range indikator instrumenti o'zini tashkil etdi. Price range instrumenti. Mana shu instrumentni biz trading dasturiga yarazinglar bor, uni qo'shib olasizlar. Ikkinchi muhim narsa, bu strategiyamiz faqat trading viewda forex.com serverida ishlaydi. Ya'ni mana shu forex.com serverida ishlaydi. Tillarni masalan grafikni ochishda simvolni bosib kirsanglar, ustida yozsanglar, ko'rishinglar mumkin. O'anda forex.com, papers.com, fix open, IC markets kabi serverlar chiqdi. Serverlar juda ko'p. Lekin bizda ishlaydigan forex.com, ya'ni biz strategiyani ishlaydigan forex.com. Shu serverda ishlaganimiz strategiya juda bir qulaylik yaratadi, o'zingizlarga ham strategiyani ishlatishga ham. Hop, strategiya qanaqa ishlaydi? O'z bozordan ham sizlarga buni ko'rsataman. Bozorda bilasizlar, trend degan narsa bor. Uptrend va downtrend. Ya'ni tushish va o'suvchi trend, tushuvchi va o'suvchi trend. Mana bu yo'lda strategiya ishlagan. Buni manzilga yo'q tushuntirib beraman. Ko'rishingiz mumkin. 5 minutlik impuls boshlandi selga. Ya'ni downtrend. Ketdi mana. Bizga kerak strategiya, ko'rishingiz strategiyada bizga kerak, ko'rishingiz mumkin. Mana M5 da narx selga o'zi nazorat qilishga boshladi impulsni. Keyin o'zidan minimum yasab ketdi, minimum qoldirib ketdi. Keyin korreksiya va yana o'sha minimum yangilandi. Bizga shu holatlar kerak bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, bu minimum qoldirib ketdi. Bundan keyin yana bitta korreksiya va minimum yana yangilandi. Mana o'zbekcha mana soyasi bilan yangilab o'tib ketdi. Biz shunaqa vaqtda instrumentni ishlatamiz. Hop, ishlash sistemasi qanaqa bo'ladi? Ko'rishingiz mumkin. Bizda minimumni 1 marta yangiladi, 2 marta yangiladi. Bizda strategiyani ishlatishda oxirgi yangilangan minimum kerak. Oxirgi yangilangan minimum. Esingizda qolsin. Biroz bo'lsa, biror joyga yozib qo'yinglar. Xato bo'lmasligi kerak. Hop, oxirgi yangilangan minimumni ko'rishingiz mumkin. Impulsni selga o'tdi. Keyin yana bir korreksiya bo'ldi. Dальше yangilab ketyapti. Bizda oxirgi yangilangan minimumni mana ko'rishingiz mumkin, impuls bilan kelyapti. Mana shuni price range instrumentiga olib olamiz. Ya'ni, masalan, maksimum sell holati bo'lgan uchun maksimumidan minimumigacha price range indikatorini tortib oldim. Instrumentini tortib oldim. Ko'rishingiz mumkin, bitta javob 1.669 chiqyapti. Keyin shu vaqt biz sразу kalkulyatorni ochib olamiz. 1.669 tashiymiz, bo'lamiz 2.6 darajasiga. Javob 0.64. Endi biz shu yoqda yana bitta price range indikatorni adashib ketyapman, instrumentini olamiz va mana qaranglar, minimumdan bu sell holatida minimumdan tortamiz 0.65 darajasi. Mana ko'rishingiz mumkin, 66 bo'lib ketdi. 65. Mana shu o'rin. Bitta biz blok qilib zona chizib olamiz. Zona chizib oldik. Keyin zonada reaksiyani o'zingizlar ko'ryapsizlar. Ancha bir katta reaksiya bo'lgan. Ko'rishingiz mumkin, zonamizga kelyapti. Bitta korreksiya beryapti-da. Sразу ikkinchi pastlar sifatida bu ikkinchi qaytib bo'lyapti-da, impulsni ko'rishingiz mumkin. Hop, savdoga kirish qanaqa bo'ladi? Savdoga kirish. Bu yoqda bay uchun ishlagan. Hop, mana bu yerda biz savdoga kiramiz. Zonani tepa qismida, ya'ni zonadan kiramiz. Stop lossni zonani pastki qismida qo'yamiz. Take profit maksimumlarda qo'ysangiz yaxshi. Ya'ni birinchi maksimumda qo'yishimiz mumkin. Ko'rishingiz mumkin, full take profit olib beradi.
yoki ikkinchi maksimumga qo'yishimiz mumkin. Sell agar sell holatda minimumlarda qo'yiladi, buy holatida take profit maksimumlarda qo'yiladi. Bu sizlarga kursda ham birinchi vaziyatdan strategiya ishlab bergani. Hozir biz boshqa holatlarni ham ko'rib chiqamiz. Xo'p, mana bu yerda ham juda bir yaxshi tasdiq bergan ekan. Ko'rishlar mumkin. Xuddi aytganimdek. Uptrend boshlandi. Narx o'zidan maksimum tuzilib ketdi. Maksimum yangilandi. Yana korreksiya bo'ldi. Narx o'zidan maksimum tuzilib ketdi. Maksimum yangilandi. Ko'rishlar mumkin. Aytganimdek, bizda oxirgi maksimumni olamiz. Oxirgi yangilangan maksimum. Mana. Oxirgi yangilangan maksimum. Keyin biz undan avvalgi impulsni price range indikatori bilan o'lchab olamiz. Price range instrumenti bilan adashib ketyapman, uzr. Mana hop, impuls bu yerda boshlandi, buy impuls. O'lchaymiz maksimumgacha. Ya'ni bu buy uchun bo'lgani uchun minimumdan maksimumga qarab tortib olaman. Javob 3169. 3169. Hop. Buni kalkulyatorga tashlaymiz. Shu 2 deb bemalol buni qilsak bo'ladi. Bo'lamiz 2 ga. 123 javobi chiqdi. Maksimumdan price range indikatorini qo'yamiz va 123 ga qarab o'lchaymiz. Hop, mana 123, 122 bo'lib qoldi, hop 23. Bir xil. Bunaqa ko'p raznica yo'q orasida. Keyin shu yoqdan 23 pipslik bir blok tortib olamiz. Chizib olamiz. Ko'rishinglar mumkin. Narx qanaqa darajada qaytib beryapti. Savdoga kirish avval aytilgandek, mana shu blokka kelgandan savdoga kiriladi. Hop. Sellga savdoga kiriladi. Stop loss zonaning tepasida. Take profit minimumlarda qo'ysak bo'ladi. Mana birinchi minimum olindi, ikkinchi minimumga qo'ygan bo'lsak ham, ikkinchi minimum olindi. Stop loss juda kichkina, atigi 2 pips ekan, 2 pips ekan, 1.99 2 pips ekan. 1.14 bo'lyapti. Full margin kirsanglar ham mana ichida bemalol foyda chiqib ketadi. Hop, strategiya juda ko'p joyda tasdiq bergan, buni o'zingizlar bozorda qidirsanglar ko'rasizlar, bilasizlar. Hozir yana bir tasdiq bergan joyni ko'rsatib o'taman. Hop, mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Sell trade boshlandi. 25 da bu yo'ldan sell trade boshlandi. Minimum tashlab ketdilar. Korreksiya va minimum yangilanish. Hop, narx minimum tashlab ketdi. Mana shu yangilangan joyda biz olamiz. Olganimizdan keyin xuddi o'sha aytilgandek price range indikatorini olamiz va maksimumdan minimumga qarab, ya'ni o'sha minimum yangilangan joyga qarab tortamiz. Javob 2339 chiqdi. Hop, buni kalkulyatorga tashlaymiz. 2339 bo'lamiz 26 soniga. Javob 0.89. Price range instrumentini olamiz, minimumdan 0.89 ga qarab o'lchaymiz. ga qarab o'lchaymiz, aytilgandek 20-30 pips sonda chizib olamiz. Ko'rishinglar mumkin, zonamizga kelyapti. Bizda entry qiladigan joy, zonamizga kelganda surazi entry qilamiz. Buy uchun. Stop loss zonamiz pastida. Take profit maksimumlarga qo'ysak bo'ladi. Birinchi take profit bu yoqda, ikkinchi take profit bu yoqda qo'ysak bo'ladi. Ko'rishinglar mumkin. Bu joyda ham 1.15 kerak. 2 pips, 20 pips stop loss bu yoqda ham. 1.15 error bo'lsa, full margin ko'rsanglar ham normal misolni olib chiqib ketasizlar. Strategiya tushunarli bo'ldi deb o'ylayman.
Buni juda bir ko'p joylarda men sinab ko'rdim, ko'p holatlarda ishlagan. Faqatgina tasdiq bilan, ya'ni o'sha down trend, up trend. Trendni qoldirib ketgan minimum yoki maksimumlari yangilanishidan keyin biz bu instrumentni tortib olamiz. Bo'lmasa men garantiya bermayman ishlashiga. Mana shunaqa holatlarda ishlatamiz faqat. Boshqa holatlarda u riskovat. Kerak emas narsa-da. Faqatgina yangilanganda minimum bo'lsa, down trend bo'lsa minimum yangilanganda, up trend bo'lsa maksimum yangilanganda ishlatamiz. Tushundinglar deb o'ylayman. Xudo xohlasa aktivda moshina qilib bersanglar, bu men bilgan strategiyalar orasida eng bir sodda, oddiylardan biri. Aktivda moshina qilib bersalar, bundan zo'r strategiyalar o'rgataman, xudo xohlasa. Chatlada, jonli chatlada o'rgataman, o'tib beraman. Bundan zo'r strategiyalarni SNR, Fibonacci, bir 4-5 xil Fibonacci bor. Moshina razgon uchun ham 80%, 90% generate beradigan Fibonaccilar bor. Hammaga rahmat. Menga bemalol analizdan tashlab qo'ysanglar, tekshirib beraman. Hech kam SNR 303, SNR 303 Telegramda qidirsanglar, meni o'zimni shaxsiy diskam chiqib keladi. Uni olib bemalol menga masalan sirda ishlayotgan joyini yoki ishlagan joyini, foydali bo'lsa foydalarini rahmat aytib tashlab qo'ysanglar, ko'rib xursand bo'laman.